Bu zalda o'tirgan vazirlardan qaysi biri nogironligi borlarni ishga olgan? Nogironligi bor shaxslarni ishga olgan korxona va tashkilotlar uchun bir qator imtiyozlar yaratib berganmiz. Nogironligi bor odamning oyligi uchun 6 oy davomida subsidiya beriladi. Kamida 50% bunday ishchisi bor korxona foyda va aylanma solig'idan ozod etilgan. Lekin 500 mingdan ortiq korxona va tashkilotlarda bor yo'g'i 42 mingtasi 9% nogironligi bo'lgan shaxslar ishlaydi. Bir haqiqatni ochiq aytishimiz kerak. Maktablar, professional ta'lim muassasalarida sharoit yo'qligi uchun 70% ota-onalar nogironligi bor farzandlarini yashash joyidan uzoq maxsus maktab internatiga joylashtirishga majbur. Aslida ota-onasi, do'stlari va mahalladan uzoqlashish har qanday bola uchun katta psixologik zarba desak, bu ham to'g'ri bo'ladi. Shu bilan birga bizda nogironligi bo'lgan shaxslarning atigi 3% reabilitatsiya bilan qamrab olingan. Protez ishlab chiqarish 90-yillar texnologiyasiga asoslangan, ularni haqiqiy muhtojlarga yetkazib berish tizimi ham to'g'ri tashkil etilmagan. Endi nogironligi bo'lgan shaxslarni o'qitish, ishga joylash va sportga jalb qilish bo'yicha milliy tizim bo'ladi. Nima uchun milliy? Butun xalqimiz bilan tikka turamiz. Nogironligi bo'lgan shaxslarga ishlash va kasb hunarga o'qitishda to'siqsiz muhit yaratish uchun ularning mehnatga loyaqatini belgilash amaliyotidan voz kechiladi. Bunda nogironlikni kasallikka qarab emas, kasali bo'lsa ham, balki shaxsning mustaqil harakati, uni niyati, uni istagi, uni harakatlariga qarab, mustaqil harakati, o'zini o'zi eplashi, muloqot qobiliyati va ijtimoiy hayotdagi sharoitiga qarab yangi tizimga o'tiladi.